Assalomu alaykum O'zbekiston. Mujiki, yaxshimisizlar? Mana O'zbekistonga boraman. Mana biletim. O'zbekistonga bora olmayotgan vaqtim, nimaga bora olmayotgandim? 24-yil 2024-yil 5-noyabr kuni janjal bo'ldi. Toshkentda. Men o'sha yerda borligim aybdorligimda borligim. O'sha payt men urmadim o'shanga. Apoti urush bo'lib ketdi. Janjal bo'ladi-ku o'cha. Keyin u bolalar yozib berdi. O'shanga men urmaganman-da ularni. Meni ular yozib berdi, yozib bergan ekan, vaqt o'tib men Tailand ketdim. Tailand ketdim. Meni aybdor qilib qo'yishdi. Men sudimni, sudimni qo'ylabdi, o'zi bo'ldi. Men bo'ldi, shahzob qilgan bu narsani. Bu narsani shahzob qilgan deb gap tarqaldi. Vaqt o'tdi, uydagilarni sog'indim, onamni sog'indim, onamni chaqirib oldim, ko'raman baribir chempion bo'laman, xalqimga foydam tegayotgan bola bo'lay deb aytardim-da. Tailand keldim, alhamdulillah, mana yaxshi yutuqlar bo'ldi, yaxshi ko'tarishlar bo'ldi, erishdik. Endi oktagonga tusholmayotgan sababim shu narsa. Oktagon tushish kerak edi, oktagonga borib tusholmay qolayotgan sabablarim mana shu. Endi boraman. Men hech kimga ishonmayotgandim. Endi mana ishni hal qildik. Men chunki men aybdor emasman-da, aybdor emas bo'lib qamalishni xohlamayman. Undan oldin qamalganman, men urush qilib, urib qamalganman. Lekin endi urush qilmay qamalishni xohlamayman-da. Men O'zbekistonga mayli foydam tegmayotgandir. Lekin hozirroq o'zim bayroqni ko'tarib Tailand degan joylarga, mana bunday boshqa yurtlarga O'zbekistonni bilmaydi-da, bu davlatlar O'zbekistonni bilmaydi. Lekin Rossiya nima desa biladi. Lekin men mana shu O'zbekistonni ko'rsatib, O'zbekistonning kuchini ko'rsatib, mana shunday sal bo'lsa ham O'zbekistonga sal bo'lsa ham foydam tegyapti deb o'ylayman. Men sizlarga shuni iltimos qilib qolamanki, bu videoda uydagilar taylab ketaman. 3 kun yoki 4 kun mana xabar bo'lmasa, uydagilar taylab ketaman, uni qo'yishadi. Sizlarni yaxshi ko'raman. Prezidentimizni, o'zimizni o'zbek aholisini menga podisha berganlari uchun men juda ham xursandman. Men aytmoqchimanki, men endi qamalishni xohlamayman-da. Onam, farzandlarim bor, 3 ta farzandim bor. Yaqinga 4 ta bo'ladi. Ularning o'zini qolib ketishini xohlamayman. Ichkariga kirishlik bosim, yana bunaqa bo'lib tirnoq chiqib ketishlik, yana bunaqa oyoq turishlik qiyin. Sizlarga hadishga xohlayman. Inshaalloh bu videoni qo'yishadi uydagilar. Maksimalni inshaalloh mendan xabar bo'lmasa, o'zlaringiz hadishgani qilib, bu aybdor emas deb, men aybim bo'lsa men tan olaman-da, men qo'rqmayman. Men urgan bo'lsam urdim, men aybim bor deb tan olardim. Men aybim bor olmasdan 4-sudimni qilib qo'yishgan. Chunki qolganlarni urush qilganman, to'g'ri, lekin u hammasini aybdorimga javob berib chiqqanman, lekin bunisi ham qilmaganman-da. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar inshaalloh. Sizlardan shuni kutib qolaman, inshaalloh. Yuragimga sizlar inshaalloh. Men O'zbekistonga bo'laydi, mana yo'lga chiqdim.